Ladies and gentlemen, xush kelibsizlar bizani ajoyib kechamizga. Bizda nogironligi bor va jamiyati cheklanganlar o'rtasida hozir bugun bilyard bo'yicha bahs ketadi. Albatta bu hazil. Ikkala ishtirokchimizni ham ko'ngliga ozor bermay qo'l solib ko'ramiz va o'zlaringizni tanishtirib o'tasizlar. Chap tarafda. Ya vizib tashlagan-ku bu tanishtirversiniz. Men ham qo'shib tanishtirib yuboraver birdan. Tanishtiramiz. Umuman 071 Instagram tarmog'ida ko'pchilik ko'rgan, ko'rmagan, xullas kalom ota obrazdagi o'sha bola men. Va bilyardda vizib tashladik. Bu yog'ini Men tashladim. Men tashladim bir vizib. Sen Sen adashgan his qilmaysan hali. Oxirida his qilasan birdan. Hamma bilgandek kamida kamtarin Shiro Life hech kim tanimaydi va bizning muxlislar kuzatyapti bu yoqda. Naz bizlar qolganmiz. Просто bu o'zi katta ketib vizib tashladi. Endi yutish bizlardan. Ikkala tomonda ham eshitdik va sizlar taxminiy shotni hozirdan kommentariyaga yozib qo'yinglar va taxminiy shot necha bo'ladi? Xo'p, strix o'ynaymiz. Strix bo'lyaptimi? Strix o'ynaymiz. 3 partiya bo'ladi. 2 partiyada yutgan g'olib bo'ladi. Albatta. Buni nechta tushiradi, qanday bo'ladi? Unisi. Meni gaplarimda aytyapti, mayli. Aha. O'zingiz aytavering, qirqib olamiz. Shu gapni men aytdim deb hisoblaymiz. mayli, men aytay, o'yin qiziqarli bo'lish uchun birinchi partiya yutkazib beraman. Qolgan 2 partiya yutib ketib, bir sharmanda qilaman. Aqlli taktika. Yaxshi, bahsimizni boshlaymiz. Sizlar esa like-ni bosib, podpiskani bosib, aktiv ko'rsatib turamiz. Bunaqa o'yinlarimiz hali juda ham ko'p davom etadi. To'xta, rasm tushib olay. Ha, qarang. Bo'ldi, endi fes. Ikkala jangchimiz ham o'yinga tayyor va hozir kim birinchi boshlash uchun sharni bitta dondonzak qilamiz. Sal o'yindan cheklangan. Alloh haqqoniy bo'lish uchun. Sizlarning ovozlaring qo'yib yozilyapti-da bu yerda. Durak bo'lmaydi, odam sharmanda qilmaydi. Ay, qolib ketdi. Yo. Hazırlar.
Go'dakkina. Bormidi og'riq? Bormi ota og'riq? Ko'rib turdilaring mana kim yutqizdi. Lekin tabrik, men qo'lda ishlab qo'yay. Mana shu qo'llar bilan 3 safar 3 martasida ham yutdi. O'zim ham bu yutishini bilaydim. Bu mayli. Siz menga baliqlik qilib kelayotgandingiz shuncha payt. Yo, endi sen hozir ovqatlantirasan bizlarni, men adush senga baliqlik qilamiz. Hamma, mana shu ko'rib turganlarda ham hammasi baliq qiladi. Men boyabda gapirgan gapimga javob berdim, deysiz qildim. Albatta, albatta. Taksit o'zing Qara, men sen bilan bordim, mana shu 2-3 kun ichida Florida restoranida $8000 stol yig'ilyapti. Samarqandda ham boshqa tumanda ham yo'q. Samarqand bo'yicha unaqa stol yo'q, bilyard stol. Mayli, yutqazgandan keyin har xil bahonalar chiqadi, bunga e'tibor Bahona emas bermaymiz. bu. Men ham shu $8000 stolda hakamlik qilib bordim. Bo'ldi. Viza qabul qilindi. $8000 stolda o'ynaymiz mayli Bo'ldi. Floridada. Mana shu bizlar kuzatyapgan obunachilarni o'zi ham sherga kelib, Florida restoraniga kelib, o'sha $8000 stolda bilyard o'ynashimizni tomosha qilishi mumkin. Xohlasa senga, xohlasa menga baliqlik qilishi mumkin. Va yana eslatib o'tamiz, hozir Florida restoranini bilyardxonasida o'ynayapmiz. Bu yerda stoli ham, kiylari ham juda ajoyib bo'ladi. Endi shu joyda reklama ham qilib ketyapmiz. Endi baribir homiyimiz bo'lgandan keyin o'shaning uchun Florida restoraniga ham obuna bo'lib qo'ying va muhim bir e'lon. Interes uchun talabgorlar bo'ladigan bo'lsa, xohlasin Umajon bilan, xohlasin Shero bilan o'ynashi mumkin.